videoda biz yana o'sha dahshatli Darknet saytiga kirib, bizga yana qanaqa yangi dahshatli klon kelishini va bundan oldingi qismda topilgan o'lim daftari aslida qanaqa kuchga egaligini bilib olamiz. Va qani ko'ramiz. Bu qismda biz Sardorni topa olamiz. Bunaqa savollarga javobni esa videoni oxirigacha ko'rishni olasizlar. Yo! Parolab ochgan balki. Qara ochib ko'rishimiz kerak shunda. Qara, daftar borxonada klon bizani hozirni qamab qo'ydi va onasini ham sen aryon qochdik. Gambit bo'lmaganda o'shda qolgan bo'lardi. Gambit ham klonga aylanibdi hozir. Klonga yordam beryapti. Eng qiziq klon uni nimaga urmayapti? Nimaga uni qo'llamayapti? Unga baqirmayapti. Gambit hozir daftari xatoligini biladi-yu, klonga topib bersa-chi. Voy bila. Tashqarida ham yo'q, eng qiziq klon ham yo'q tashqarida. Menimcha klonga Gambit topib berdi daftarni. Voy! Endi biz Sardorni ham qaytara olmaymiz. Shoshma. Birinchidan biz hali Gambitni to'liq sotuvga qo'yvermasmiz. Balki ichkarida daftar qolib ketayotgani uchun klonga ochib bergandir. Tipo klon bilan daftar bitta xonada o'qimaslik uchun. Ya'ni oldin hammasini bilib keyin gapiraylik, просто tuhmat tashlaymiz. Короче, do'stlar, Och. nima? To'xtang. Och ishingni. Eshik shu. Och. Yo'q, qarang, ko'zi oqmas endi. Ishingni och. Nima qilasiz? Ko'zi oqmas. Ishonasizmi? Sen bilan men faqat bu hal qiling. Siz nima eshikni ochib beryapsiz klonga? Yo'q, o'zing tashib ketding meni ko'chada. Men tashab chiqib ketdilaring. Ishingni yopib qolgansizlar, ochmayapsizlar. Qo'ysiz. Nima qilganingizni eslolmaysizmi shu darajada? Chiqib ketayotgan joyimda oldinga o'tib ketdilaringda, ketingdan kiryapman. Ishingni yopib qolgansizlar, Bandabek. Qani, o'rtog'ingiz qani? Qanaqa o'rtoq? To'g'risini aytsam do'stlar, hozir men Gambit ham klon deb o'ylayman. Chunki qilayotgan ishlari hozir ham yuzini bo'yayotgani, Gambit nega qochib ketmadi biladi. Bo'yayotgan qochsa bo'ladi, to'g'rimi? Qochmadi u. Quyosh chiqotdi. O'ylashimcha ozgina sabr qilsak klon ketadi, lekin klon hozir Gambitni klon qilib hammasini bachani chiqarib ketadimi? Buni qo'yib berish kerak emas. Mana yuzingizni qarang. Bilin. Hazillashmayman jigar, hazillashmayman. Nima qara, menga ishon. Qoching, brat. Omon aka Gambit. Voy, hazil. Nima bo'lgan taqdirda ham do'stlar, hozir like bosinglar. 100 like kerak bu videoga, chunki bu videodan davom bo'lish kerak. Chunki Gambitni bu holda qoldirish va hozir agar kitob yo'qotib qo'yadigan bo'lsak, shuncha harakat bir tiyin bo'ladi. Va albatta do'stlar, obuna bo'linglar, chunki shunaqa katta mehnat va 3 million bo'laylik onasini emsin. Obuna bo'linglar. 20 million obunachi bu videoga keyingi qismi chiqadi. Keling Gambit aka, nima qilib tursiz? Ana ku. Kitob olaman. Nima? Kitob olaman. Kirish kerak emas. Biladimi qattarligini? Sizni hozir klonning yagona farqingiz yuzingizdagi kraska ozgina kamroqligi. Shuning uchun ham bilish ehtimoli kattaroq. Va'da beraman, ha? Masala tarafida. Xo'p, aka qarang, siz xohlamagan bo'lishingiz mumkin, lekin siz boy eshik ochisham. Eshitasan? Ha? Nima deyapti? Ish topinglar deyapti. Kitobni berdi. Ha, kitob. Ish topinglar deb eshitdim. Bitta xonaga yashirinishimiz kerak biz. Shoshma. Kitob bu ol. Yo'q. Bo'ldi, kirma. Bo'ldi, chiqdik. Bu kitob qo'ydik, bo'ldi, eshik olib qo'ydik, kirmaydi. Birinchidan chiqolmaydi. Kel, qani shu? Sanadan chiqquncha yil o'tib ketsa kerak. Ha, bu klon. Klon! Va do'stlar, hozir bu videoga like bosib tashlaylar. Ko'ch kerak klonga. Bermang. Turing, yuzingizni qamab tushmasin, to'g'ri, chiqishga qiynalasiz. Aytmadi baqirasan, aytchumi? Kitob qarab beraman aka. Qani? Qani u? Siz ko'rinmayapti. Xo'sh. Shoshma. Bilet ko'rinma. Bilet! Hey! Ket! Oy, bilet ko'targan. Oy, bilet. Hey! Kim? Oy, bilet. Kel. Gambit, kiringlar. Lekin tepaga chiqolmaydi. Ishoning. Chiqsa ham aqliga kelmaydi, qonadalik. Bilet qo'rqib ketdim, do'stlar, cho'chib ketdim, bilet. Haligacha bunaqa yaqindan ko'rmagandim. Bo'yi qancha buni? Bilmayman aka. Hali full ko'rganim yo'q, oynadan ko'rib. Mana aka, bo'y tashqaridan sal ko'chda ko'rdim, bo'ldi. 101 mingta like
kerak va shundan keyin yana Darknetning keyingi qismi chiqadi va ikkinchi shart esa hozir obuna bo'lishingiz kerak. Agarda sizlar mana shu videoda menga YP'ngiz sveji 22 mingta yangi obunachi olib kelsanglar, men sizlarga Darknetning keyingi shartini bajaraman. Shuning uchun albatta o'rtalar hozir like bosing, obuna bo'ling. Sizlar qachon like bosganinglarni va obuna bo'lganinglarni menda statistika ko'rsatadi. Shuning uchun ham aynan hozir qilsanglar, men aytganimni qolsalar men yo'qishini bila olaman. Shuning uchun aytganini qilinglar va endi bo'lmasam bo'ldi. Qara. Xuddi mana shu joyda sizlarga juda ham muhim bir savol bermoqchiman. Tasavvur qilinglar. Sizlar Omonxonsizlar, ya'ni men. Va sizlarning oldingizda faqatgina ikkitagina yo'l bor. Birinchisi bu YouTube videolarini yanada ko'paytirib, tezroq o'zim orzu qilgan millionlab obunachiga erishish. Ikkinchisi esa men yoshligimdan kinolarda ko'rgan va borishni orzu qilgan davlatlarimga tezroq borish, ya'ni sayohat qilish. Qaysi birini tanlagan bo'lardinglar? Va to'g'risini aytsam do'stlar, men hozir juda ham qattiq sayohat qilgim kelyapti. Yevropaga borgim kelyapti, Parijda ko'rgim kelyapti, Rimga borgim kelyapti. Lekin hozircha men mana shunaqa YouTube videolarini portlatib, sizlarning kayfiyatingizni ko'tarish va sizlarga har xil emotsiyalar berish bilan ovoraman. Va aytgancha, agarda sizlar yaqin kunlarda sayohat qilmoqchi bo'lsanglar, albatta aviabiletlarni aviasales.uz dan xarid qilinglar. Chunki aviasales.uz da biletlar juda ham arzon va kassadan tezroq. Va bilasizlarmi, nafaqat aviasales.uz dan aviabiletlarni, balkim bemalol o'sha borgan davlatingizdan mehmonxonalarni ham bron qilsangiz bo'ladi. Shuning uchun ham aviasales.uz dan foydalaninglar. Men esa yana mana shu YouTube videoga qaytaman. Ketdik bo'lmasam. Yo'q-ku. Men bundan chiqib ketganda-ya. Gambitaga chiqarib yubordingizmi siz? Yo'q. Chiqarib